بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة جزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جاز نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد من ألسنتنا يفقه قولنا Yaratgan Parvardigorga beadad, behad hamd va sanolar. Rasulur rahmatan lil alamin Hazrati Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo juma va jamoatlarimizni, toat va ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. O'quv yilining avvalgi haftalarida, avvalgi kunlarda turibmiz. Alloh taolo iloho ilmlarimizni ziyoda aylasin. Avvalo to tirikmiz. Alloh taolo tolibi ilm sifatini bizdan yiroq qilmasin. Farzandlarimizni, shogirdlarimizni ta'lim va tahsillarida iloho hamisha bel bog'lagan, hamisha g'ayratli bo'lmog'imizni nasib aylasin. Muhtaram azizlar, farzandlarimizni umrlari nihoyatda qimmat. Farzandlarimizni yoshliklari bebaho. Buni qadriga yetaylik. Ularni dunyo va oxirat ilmidan bahramand qilaylik. Maktab o'qishlari bo'ladimi? Madrasa o'qishlari bo'ladimi? Oliygohlarda o'qishlar bo'ladimi? Albatta buning har bir soatiga, har bir kuniga jiddiy e'tiborli bo'laylik. Buxoro davlat muzeyidagi bir do'stimiz aytadiki, muzeyda o'tirgandim. Muzeyning bir necha bo'limlari bor. Qo'lyozmalar bo'limi va hokazo bo'limlari bor. Bir necha student yoshlar, talaba yoshlar muzeyga tashrif buyurishdi. Men ulardan so'radim, qaysi bo'lim bilan sizlarni tanishtiray? Qo'lyozmalar bilanmi? Eski kulolchilik san'ati bilanmi? Ganch o'ymakorligi bilanmi? Yog'och o'ymakorligi bilanmi? Qaysi bo'lim bilan sizlarni tanishtiray va qaysi bo'lim haqida sizlarga gapirib beray? Ular aytishdi, biz amaliyotchimiz, falon institutda o'qiymiz, 3-kurs talabalarimiz. Iloji bo'lsa, bizlar bilan bitta rasm tushsangiz, bitta qog'ozga qo'l qo'yib bersangiz, shu bilan biz ketamiz deyishdi. Bunga har birimiz mas'ulmiz. Buni aytish, bunday masalani ko'tarish bu nihoyatda hammamiz uchun uyatli. Talabalarning umri o'tayapti. Ota-onalar ularni o'qiyapti deb o'ylayapti. Ertalab boryapti darsga. Darsdan falon joyga boryapti. Vaqt sarflayapti. Pul sarflayapti. O'qituvchining vaqti ketyapti. Ota-onaning umidi ketyapti. Shuncha xarajat bir rasmga ketyapti va o'quv jarayoni to'xtayapti. Inshaalloh azizlar, mana shunga diqqat qilaylik. Farzandlarimiz o'qishsin, yodlashsin. Fahfaz fakullu hafizin imamu. Yodlang deydi olim. Har bir yodlagan, har bir ilm olgan albatta peshqadam bo'ladi. Biz ba'zida kulamiz, talabalar undoq ekan, lekin bizlarni ham farzandlarimiz talaba. Biri oliygohda, biri maktabda. Ularni ahvollari qanday bo'lyapti? Vaqtlari qanday o'tayapti? Shunga diqqat, e'tiborli bo'laylik. Alhamdulillah, ilmga e'tibor, dinga e'tibor kundan kunga gurkirab yashnayapti. Yurtimizda o'nlab yangi masjidlar qurilyapti. O'nlab masjidlar obod qilinyapti. Din sohasida, diyonat sohasida ham moddiy, ham ma'naviy yutuqlar bisyor. Diniy sohada bu masalalarning ustida turgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin domla Xoliqnazar hazratlari O'zbekiston musulmonlar diniy idorasiga rahbar bo'lib, diniy vaziyatni o'nglash,
diniy sohadagi islohotlarni yanada takomillashtirish, dini diyonat, ilmu ma'rifat yo'lida olib borilayotgan islohotlarga bosh-qosh bo'lib turibdilar. Mana shularni inobatga olib, yurt rahbari tomonidan, muhtaram prezidentimiz tomonidan Muftiy Hazrat Imom Buxoriy nomidagi oliy orden bilan mukofotlandilar. Bundan hammalaringizni xabarlaringiz bor. Biz jamoatimiz nomidan ham, sizni biz azizlar nomlaringizdan ham Muftiy Hazratni tabrikladik. Yana Muftiy Hazratni tabriklaymiz. Alloh taolo iloho olib borayotgan xayrli ishlariga muvaffaqiyat bersin. O'nlab yangi masjidlar ochildi. 1000 ga yaqin masjid kapital ta'mirlandi. O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshida SNG, ya'ni hamdo'stlik davlatlarida birinchi bo'lib fatvo hay'ati ochildi. 30 ga yaqin yetuk olim mutaxassis fatvo hay'atiga faoliyat ko'rsatyaptilar. Kol markaz ochildi, ya'ni savol-javob, muloqot, kimni savoli bo'lsa murojaat qiladi, u yerdagi yetuk mutaxassislar unga javob beradilar. Vaqf xayriya fondi alohida boshqarma bo'lib ajralib chiqdi. Bahovaddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ochildi. Termizda Imom Termiziy instituti ochildi va qator islohotlarki, ana shu islohotlarning samarasi o'laroq yurt rahbari tomonidan ulug' bir xayrli mukofotga sazovor bo'ldilar. Bundan oldin nufuzli insonlar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Eshon Ziyovuddin Xon, Saudiya Arabistonining podshosi, Turkiya bosh vaziriga mana shu mukofot berilgan. 5-bo'lib Muftiy hazratlariga bu berildi. Alloh muvaffaqiyat bersin. Parvardigori olam iloho xayrli ishlarga hazratni bardavom aylab, dini diyonat yo'liga olib borayotgan ishlariga o'zi madad bersin. Albatta, muhtaram azizlar, kezi kelganda shuni ham aytib o'tamizki, dini diyonat, ma'naviyat sohasi ko'rinmas bir soha. Quruvchi bir bino qursa, inshoot qursa ko'rinadi. Dehqon bir narsa eksa, odamlar uni yeydi, ta'mini biladi, hididan bahramand bo'ladi. Ammo ilmiy soha, ma'naviy, ma'rifiy soha ko'rinmaydi. Ba'zida odamlardan savollarning ko'pligi, e'tirozlarning ko'pligi sababli bu ma'naviy, ma'rifiy soha nima uchun buncha oqsayapti? Jamiyatimizda ba'zida jinoyatchiliklar nima uchun buncha ko'payib ketyapti degan savollar ham paydo bo'ladi. Masalan, yaqin yillarda hammamizga ma'lum, jinoyatchilikning yangi turlari kundan kunga avj olyapti. U ham bo'lsa kiber jinoyatchilik, kiber. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali hujum. Odamlarni pullariga, odamlarni mollariga, odamlarni sha'nlariga hujum. Bir necha odam yig'lab telefon qiladi. Mening nomimdan bankka hisob raqam ochib, kredit, qarz rasmiylashtirib, ana endi u qarz meni oyligimga yo'naltiribdi. Biron oy oldin bir o'qituvchi telefon qildi. Birov uning nomidan 160 million so'm qarz rasmiylashtirib olib, uni ishlatib yorgan, u odam endi yo'q. Na nomi bor, na unvoni bor, na manzili bor. Bir oddiy o'qituvchi olsa 5 million so'm oyligi oladi. 160 million so'm uni nomidan rasmiylashtirilibdi. 2 yil umri kerak muallimni. Undan boshqa qancha odamlar borki, ularni hisob raqamlaridan, plastik kartochkalardan pullar nima qilinadi? Pullar yechilib olinyapti. Mana shunday hujumlar bor. Bu narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bunday odamlar o'g'ri, bunday odamlar Alloh panoh bersin. Birovni haqqidan qo'rqmaydigan, birovni haqqidan qo'rqmog'imiz, bunday jirkanj ishlardan ehtiyot bo'lmog'imiz, bunday jirkanj ishlarni agar payqasak, bilsak, albatta boshqalarni ogohlantirishligimiz kerak bo'ladi. Chunki odamlarni ko'z yoshini ko'rib, birovlarni chuv tushganini ko'rib, birovlarning pulini ketib qolganini ko'rib, odam yuragi eziladi, yurak bag'ri alamzada bo'ladiki, nahot birovni umidini, birovni mehnatini, birovni maoshini olib ketadi deb.
Alloh taolo o'zi hammamizga haloldan baraka bersin, xayr va barakotimizni o'zi ziyoda aylasin. Harom har ishdan, noto'g'ri daromadlardan Allohim o'zi asrasin. Juma amri ma'rufida O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan hammamizga hayot dasturi bo'ladigan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadislarining sharhi yo'naltirilgan. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qiladilar. Bu hadisni Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Man ya'khud minni khamsu khisalin falyamal aw yu'allimuhunna man ya'malu bihi. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فانطلقنا معه وقال Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ta'lim uslublari turli tuman edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kuni sahobalarga chiqib, sizlarga 5 xislatni o'rgataman, 5 odobni o'rgataman. Yoki unga amal qilinglar, yo birovlarga o'rgatinglar. Ya'ni baribir baraka topasizlar. 5 ta xislat, 5 ta xayrli odat borki, sizlarga o'rgataman. O'zingiz o'rganing va uni boshqalarga o'rgating. Kim shunday qiladi deganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu birinchi qo'l ko'tardilar. Men shunday qilaman dedilar. O'zim ham o'rganaman, amal qilaman, boshqalarga ham uni o'rgataman dedilar. Ana bu yerda olimlar to'xtaydilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ta'lim berish uslubi to'g'risida. Har birimiz muallimmiz, birimiz ota, birimiz bobo, birimiz amaki. Shunday ma'lumotlarni yosh avlodga yetkazish kerakki, ularni qalblariga borsin, yetsin, singsin. Payg'ambar alayhissalom nima deyaptilar? 5 ta xislatni o'rgataman, yo o'zing amal qilgin, yo uni birovga o'rgatgin. Demak, hammani nima bo'ldi? Zehni ongi ochildi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom boshqa bir rivoyatda, ey bola, labbay dedilar. Yana chaqirdilar. Ya g'ulam, ey bola, u odam labbay dedi. Payg'ambar alayhissalom 3 marta nima qildilar? Chaqirdilar. 3 marta uni o'zlariga chorladilar. Eshitmagani uchun emas. U bola har payg'ambar alayhissalom chaqirganlarda labbay deb turibdi. Nima uchun? Zehnini, xotirini, aqlini tamoman o'zlariga qaratishliklari uchun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir zamonda, har bir makonda, har bir shaxsga o'zining holiga qarab baho berar, o'zining holiga qarab ta'lim, tarbiya berar edilar. Qurbonlikni avvalida kimiki 3 kundan ortiq taomiga yetadigan go'shtdan olib qolsa, qurbonligi qabul bo'lmabdi dedilar. Ya'ni bir kunda ovqatingizga 1,5 kilo go'sht solsangiz, 1,5 kilo go'sht qurbonlikdan olib qolishligingiz mumkin. Undan ortig'ini tarqatish kerak. Islomning boshida bu. Nima uchun? Sahobiylar och. Mamlakat hali uncha oyoqqa turmagan. Islomning oxiridachi Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima dedilar? 3 dan birini bemalol olib qo'ying. Bir sahobiy keldi, "Ya Rasululloh" dedi. "Meni ahli oilam, farzandlarim bisyor. Hayit kuni bayram qilaman desam, hammasini qozonga solishim kerak. U seniki" dedilar. Tamom. Bir sahobiy kirom keldi, bir jinoyat qildi. Sahobiy kiromga Payg'ambar alayhissalom falon narsani 60 so' narsa ber dedilar. "Ya Rasululloh" dedi, "Kimga beray?" "Kambag'alga ber" dedilar. "Ya Rasululloh, Madina-i Munavvarada mendan kambag'alrog'i yo'q" dedi. Payg'ambar alayhissalom undoq bo'lsa o'zing ye dedilar, ahli oilang bilan. Sahoba nima dedi? Islomning ulug'vorligini, Allohning halimligini qarang. Bandasi jinoyat qildi va mukofot ham oldi. Alloh halim. Hazrati Payg'ambar alayhissalomdan birov kelib so'radi, "Ya Rasululloh, amallarning afzali qanday amal?" Payg'ambar as-solatu fi awqatiha dedilar. O'z vaqtida o'qilgan namoz. Ikkinchi odam kelib so'radi, "Ya Rasululloh, amallarning qaysisi eng afzali?" Ota-onaga yaxshilik qilish dedilar. Bir odam kelib so'radi, "Ya Rasululloh, amallarning afzali qaysi?" "La tag'dab" dedilar. G'azablanma dedilar.
Ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalom murabbiyul kabir har bir odamga, jamiyatga, holatga baho berar edilar, o'ziga yarasha u yerga davo yo'naltirar edilar. Ana bu hadisda ham Abu Hurayra radhiyallohu anhuning labbay deb javob berganlariga payg'ambar alayhissalom butun islom ummatiga qiyomatgacha keladigan musulmonman degan odamga yaraydigan tarbiyani berdilar. 5 ta xislat, kimiki shu 5 ta xislatga amal qilsa saodatmand bo'ladi dedilar. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Alloh harom qilgan narsalardan tiyilsang eng obid odam bo'lasan, eng ser ibodat bo'lasan. Ikkita narsa bor. Alloh buyurgan narsalar, toat, ibodat, namoz o'qing, roza tuting, xayr va ihson qiling. Alloh taolo qaytargan narsalar bor. O'g'irlik qilmang, zino qilmang, aroq ichmang, birovni so'kmang, g'iybat qilmang. Payg'ambar alayhissalom nima deyaptilar? Alloh taolo qaytargan narsadan qayting, eng obid bo'lasiz, eng ibodatdagi odam bo'lasiz, eng taqvodor bo'lasiz. Vaholanki bizni aqlimizga, bizni tasavvurimizga ibodat qiladigan odam, ya'ni namoz o'qiydi, roza tutadi, birovga yaxshilik qiladi, moddiy, ma'naviy va hokazo. Ana o'shani obid deymiz. Haromdan qaytadigan odamni biz obid deb, ibodat qilguvchi deb tasavvur qilmaymiz. Zakot beradigan odamlar bor. Ba'zida zakot beramiz, xayr va ihson qilamiz, xudoyi qilamiz, xayriya ishlarni qilamiz, lekin pora olamiz. Haromdan daromad qilamiz, kilogramdan uramiz, ishni bajarganimiz, o'rtaga tushganimiz uchun bir narsa olamiz. Ana endi qancha olamiz u qancha beramiz? Payg'ambar alayhissalom mana shunga bizlarni ogohlantirdilar. Abu Hurayraga aytdilar. Abu Hurayra Madina-i Munavvarada musulmon bo'lgan edilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni Madinaga kelganlariga ham deyarli bir 6-7 yil bo'lgandi. Demak, Madina ahli ibodatga o'rgangan, toatga oshiq. As-solatu khayrun minan nawm deganda yugurib joyidan turib ibodatga keladigan. Endi haromdan ham saqlanish kerak. Haromdan tiyilish kerak. Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrohim Abu Hanifaning shogirdlariga taklif bo'ldi. Zuhud haqida bir kitob yozsangiz. Zuhud degani bu tarki dunyo, dunyodan yiroqlik, dunyoning nechog'lik jirkanch ekanligini, bevafo ekanligini, foni ekanligini, bebaqo ekanligini xalqqa tushuntiradigan bir adabiyot yozsangiz deyishdi. Abu Yusuf kitob yozdilar. Uni nomini Kitabul Bay', tijorat, savdo kitobi deb nomladilar. U kishiga taklif qilingan narsa boshqa edi. U kishi amalga oshirgan ishlari boshqa. Bay', savdo, tijorat, ya'ni oldi, sotdi, molni ko'paytirish. U kishiga taklif molni kamaytirish to'g'risida edi. Abu Yusuf nima dedilar? Haqiqiy zohid, haqiqiy dunyodan yuz o'girgan, haqiqiy dunyoni haqiqatini bilgan odam u haromdan tiyilgan odam. Alloh qaytargan narsadan tiygan odam. Alloh taolo olma degan narsani olmaydigan odam. Birinchi xislat, Alloh taolo harom degan narsadan qayta olsang, eng ibodatlarning ulug'i o'sha dedilar. Ikkinchi xislat, warda bima qasamallohu lak takun aghnan nas. Ilohiy taqsimotga rozi bo'lsang, eng boy, eng badavlat bo'lasan. Boy bo'lishni, g'ani bo'lishni, badavlatlikni istaysanmi? Ilohiy taqsimotga rozi bo'lgin. Qazo va qadarda ona qornida 4 oylik bo'lganimizda Alloh taolo bizlarga qancha rizq bergan bo'lsa, ana shunga rozi bo'lishligimiz bizlarni eng badavlat qilar ekan. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom buni aytdilar. Alloh bergan taqsimotga rozi bo'lgan odam qanday baxtiyor odam bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Laysal ghina
an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Boylik, badavlatlik, boyonlik molning ko'pligi emas. Haqiqiy boylik qalbning xotirjamligi. Kimdir ko'z oldimizda gavdalandi. Qanchadan qancha boyonlar bor. Puli davlati bisyor. Bisyor deganda to'lib toshgan emas, mashinasi bor. Ya'ni uni iqtisodiy ahvoli 5 tadan ko'ra yaxshiroq. Qishlog'ining, mahallasining, guzlarining 20 dan bittasidir. O'ziga to'q, mashinasi bor, uyi bor va hokazo. Birini qaraysiz, xotirjam, yurishlari ham, turishlari ham, muomalasi ham, terisi tiniq. Birovni ko'rasiz, sarosima. Mashin bor, joy bor, qachon o'tirsa noshukrlik. U yo'q, bu yo'q, u yo'q, bu yo'q. Faqat noshukrlik. Alloh marhamat qilgan ne'matlarni ko'ra olmaslik, Alloh taoloning marhamatini ilg'ay olmaslik odamizotni noshukr qiladi, sarosima qiladi. Alloh taolo o'zi bergan narsaga bandasi norozi bo'ldimi? Alloh taolo ham uning qalbiga g'azab, sarosimalik cho'g'ini tashlab qo'yadi. Alloh bobolarimizni, bibilarimizni, momolarimizni rahmat qilsin. Ularni dasturxonlarini ko'z oldimizga keltirsak, dasturxonlarida nima bor edi o'zi? 50 yil oldin rahmatlik bobolarimiz, bibilarimizning dasturxonlariga nima bor edi? Hozir nimalar bor? Ba'zida eshitib qolamiz. 50 yil oldin bir xil shirinlik bor edi, shokolad bor edi. Uni mazasini hozir topa olmaysan. Nega? U payt o'sha bir xil shokolad, shirinlik bo'lardi. Hozir 100 xili bor. Bir-biridan shirin, bir-biridan yaxshi. U payt to'ylarga borib bitta ichimlik, o'sha zamondagi limonad. Bitta limonadni olsak, undan bir piyola ichsak bizdan hurmatlisi yo'q edi. Hozir bolalarga bir narsa bersangiz olmaydi. Nima uchun? Mikrob bo'lishi mumkin. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. O'sha bobolarimizga xotirjam hayot bor edi. Tinch hayot bor edi. Alloh rahmat qilsin bobolarimiz, bibilarimiz. Ularni dasturxonlariga sherik bir dasturxonda edik. Dasturxon boshida biror marta Alloh rahmat qilsin to'tamni, bibimni falon narsa yo'q deganlarini biror marta eshitmaganman. Biror marta eshitmaganman. Alloh rahmat qilsin bobomizni. Biror marta ovqatingning go'shti kam bo'libdi, yog'i ko'p bo'libdi, noning sho'r bo'libdi degan ayblarni eshitmaganman. Islomiy hayot, payg'ambar alayhissalatu vassalom Alloh bergan taqsimotga rozi edilar. Hazrat payg'ambar alayhissalom uyga kirdilar. Ey ayollar dedilar, ey Oysha, biron narsa bergin, qornim ochib ketdi. Rasululloh rahmatan lil alamin. Oysha onamiz non bilan sirka keltirib qo'ydilar. Payg'ambarni oldilariga non bilan sirka, Rasulullohni oldilariga non bilan sirka. Agar hozir birontamizni oldimizga birov non bilan sirka qo'ysa, olamni boshimizga qoyim qilamiz. Payg'ambar alayhisalom nonni sirkaga botirib yeyiverdilar. Payg'ambar alayhisalom 2 og'iz yeganlardan keyin, "Ey Oysha" dedilar, "Qozonda go'sht qaynayapti. Nima uchun menga non bilan sirka?" Oysha onamiz o'rinli javob berdilar. "Ya Rasululloh, Bariraga, ayolingiz Bariraga birov go'sht sadaqa qilgandi. Birov go'sht chiqarib bergandi. Sadaqa go'shti edi ya Rasululloh. Siz sadaqa yemaysiz." Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Bariraga sadaqa bo'lgandi. Barira bizga hadiya qilsin dedilar. Go'shtdan yedilar, tamom. Payg'ambar alayhissalom ochlikdan qorinlariga yassi, yapaloq toshni bog'lar edilar. Alloh taolo bergan taqsimotga rozi edilar. Ali radhiyallohu taolo anhu masjidga yotgandi. Boshini tagidagi bolish tuproq edi. Hazrati Alini bolishlari tuproq. Payg'ambar alayhissalom uni joyidan turg'izdilar. "Ya Abat Turob, ya Abat Turob" dedilar. "Ey tuproqqa yotib olgan odam, ey tuproqqa yotib olgan shaxs" dedilar. Alloh taolo bergan taqsimotga rozi edilar. Shokir edilar, zokir edilar. Alloh taolo qanoatli hayot bilan ularni siyladi. Olimlar aytadilarki, dunyoda kim qaysi nazar bilan qarasa, o'shanga erishadi. Dunyo ridoun liman radi va saqatun liman saqat.
dunyoga rozilik nazari bilan qarasak, dunyo ne'matlari bizga ko'rinaveradi. Agar dunyoga g'azab nazari bilan qarasak, hech bir ne'mat bizga ko'rinmaydi. Rozilik nazari, juma namoziga o'tiribmiz. Alloh hidoyat beribdi. Xonaqohga kelib avvalgi saflarga o'tiribmiz. Ko'zimiz bilan bir-birimizni ko'ryapmiz, gapiryapmiz, eshityapmiz. Alhamdulillah, alhamdulillah, bu ne'matlar Alloh taolo iloho davomiy qilsin. Keyingisi, ahsin ila jarik takun mu'minan. Qo'ni qo'shniga yaxshilik qil, mu'min bo'lasan. Agar musulmon bo'lishni xohlasang, qo'ni qo'shningga yaxshilik qil. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Ikkita xislatni aytdilar. Mu'minlik xislati, muslimlik xislati. Qo'shningga yaxshilik qilgin. Qo'shningga yaxshilik qilgin. Mu'min bo'lasan. O'zingga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ilingin. Musulmon bo'lasan. Musulmon bo'lasan. Ana fozil odamlar shahri shunday bo'ladi. Agar bir-birimizga, qo'shnimizga yaxshilik qilsak. Oisha radhiyallohu anha nima dedilar? Payg'ambar alayhissalomning quyidagi so'zlarini eshitdim quloqim bilan. La yu'minu man bata shab'an wa jaruhu ja'i. O'zi to'q holatda uxlab, qo'shnisi och bo'lsa, u odam mu'min emas dedilar payg'ambar alayhissalom. O'zi to'q, qo'shnisi och. Shaxs sifatida, oila sifatida, mamlakat sifatida o'zimiz to'q bo'ldikmiz, qo'shnimizga ham ulashaylik. Keyingisi, o'zingga ilingan narsani odamlarga ham ilingin. Endi bu musulmon bo'lasan, bu endi yuqori maqom. Nihoyatda taslimiyat. O'zimizga nimani yaxshi ko'ramiz? Iymonni, ihsonni, narsani, boshqaga ham shularni ilinaylik. Boshqaga ham shularni ravo ko'raylik. Mu'min, musulmon bo'lamiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu hadisi sharifni avvalida nima bilan boshladilar? Gunohdan saqlangin. Ikkinchisi, ilohiy taqsimotga rozi bo'lgin. Ilohiy taqsimotga rozi bo'lgin. Uchinchisi, qo'ni qo'shniga yaxshilik qilgin. To'rtinchisi, barcha odamlarga yaxshilik qilgin. Ana risolat sohibini bashariyatni tarbiya qilib boshqarish uslublari. Haromdan saqla. Haromdan saqlangan odam qo'shnisiga yomonlik qiladimi? Boshqalarga yomonlik qiladimi? Haromdan saqlanish bilan Alloh bergan narsaga rozilik birga kelyapti. Alloh bergan narsaga norozi bo'lgan, qanoatsiz odam harom ishga qo'l urar ekanda. Jamiyatdagi bo'ladigan jinoyatlarning ko'psi iqtisodiy jinoyatlar. Tarozidan urish, haqdan urish, pora olish, noinsoflik qilish va hokazo, birovning haqqini yeyish. Demak, qanoat qilgin. Agar qanoatli bo'lsang, haromga qo'l urmaysan. Ana endi odamlar bilan munosabating, qo'shningga yaxshilik qilgin, odamlarga yaxshilik qilgin. Ana endi keyingisi esa payg'ambar alayhissalom aytadilar: mana shu mezonga rioya qilishlik uchun nafsi komil bo'lgin. Nafsi komillar, aqli uyg'oqlar, qalbi tiriklar ana shu me'yorga rioya qiladilar, jamiyatning gultoji xoli bo'ladilar. Ular kimlar? Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Va la tuksirul ad-dahik fa inna kasratad-dahik tumitul qulub." Ko'p xoxolab kulmagin. Ko'p kulmagin xoxolab. Bilib qo'ygin. Ko'p xoxolab kulishlik qalbingni o'ldiradi. Qalbing o'lsa nima bo'ladi? Harom yeysan. Qalbing o'lsa nima bo'ladi? Alloh taoloni berganiga noshukr bo'lasan. Qalbing o'lsa qo'ni qo'shningni ko'ra olmaysan. Yaxshilik tugur yomonlik qilasan. Hadisning boshi bilan oxiri zanjir, silsila. Birinchisi haromdan saqlangin, ikkinchisi ko'p kulishdan saqlangin. Agar bizning aqlimiz bo'lsa, avvalida ibodat qilgin, oxirida zikr qilgin deb aytardik. Payg'ambar alayhissalom boshqa uslubni bu yerda ishlatdilar. Haromdan saqlangin, ko'p kulmagin. Iqtisodda haromdan saqlangin. Ma'naviy jinoyat o'zingga qilmagin. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, ko'p kulish qalbni o'ldiradi. Kim kuladi? Kim xoxolab kuladi? Kim baland ovoz bilan kuladi? Kim kuldiradi?
Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, yolg'on aytib odamlarni kuldiruvchi odam ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah. Qiyomat kuni eng badtarin azobga giriftor bo'lguvchilar yolg'onni to'qib odamlarni kuldiruvchilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, qalbingni uyg'oq tutgin, qalbingga zarar bermagin, qalbingni nima qilmagin, jarohatlamagin. Baland kuladigan odam, Payg'ambar alayhissalom aytadilar, hayosi yo'q odam deydilar, baland kuladi. Payg'ambar alayhissalom tabassum qilardilar. Odamlar bilan hazillashardilar, tabassum qilardilar. Tabassumlarning yuqori ko'rinishi 4-tishlari, noblari, oziq tishlari ko'rinardi. Ammo sahobalar hayotida xoxolab kuladigan sahobiyni uchratmaysiz. Shuning uchun ular jahongirlar bo'lishgan. Shuning uchun ular dunyoni zabt qilishgan. Shuning uchun ular juldur kiyim bilan Kisroyu Qaysarni oldiga shahdam qadam bilan kirib boraverishgan. Qalb baquvvat bo'lganda qori otalar bo'lardilar, qori dadalar bo'lardilar. 80-yildan oldin ko'rganmiz. Alloh rahmat qilsin. Qori Nuriddin, qori Qaymoq qishda oq ishton, kovush bilan paypoqsiz yurardilar. Qishda ko'rganlar bor. Oq ishton, surp ishton, paypoq yo'q. Qalb baquvvatda, qalbdan alanga chiqadi. Bizni qalbimiz o'lgan. Kiyim kiyamiz, yana sovg'atamiz. Qalbga bog'liq, ularni qalblari Alloh bilan bog'langan. Shuning uchun atrofdagi o'zgarishlarni ular sezmaydilar. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Ko'p kulmagin. Ko'p kulgan odamning muvozanati yo'qoladi. Har bir narsaga kulish bilan qaraydi. Har bir narsaga mazax qiladi. Har bir narsani kulgiga oladi. Jiddiyatdan uzoqlashadi. Jiddiy odamlar haromdan saqlana oladi. Jiddiy odamlar qo'shnisiga yaxshilik qiladi. Shuning uchun hammamiz qalb illatlaridan, iqtisodiy illatlardan, ijtimoiy illatlardan saqlanmoqimiz, o'zimizni obod qilishlikka harakat qilmoqimiz, o'zimizni qalbiy pokiza tutishlikka harakat qilmoqimiz darkor. Hazrati Payg'ambar alayhissalotu vassalom bizlarni mana shunga undaydilar. Bitta hadisning sharhining sarlavhalariga to'xtalib o'tdik. Ana endi Imom G'azzoliy rahimahulloh boshlaydilar. Kulgi nima u? Qanaqa kulgining xillari bor? Aqlni ozdiradigan kulgular, qalbni adashtiradigan kulgular, odamiy zotni odamiylik qiyofasidan chiqaradigan kulgilar. Kulgining oqibatlari nima? Kulish qanday bo'lishi kerak? G'azzoliy 10 betlar bu haqida gapirib beradilar. Hozirgi bizni tarbiyamiz xoxolab ovoz chiqarib kulishdan saqlanaylik. Ba'zilar gap qiladi. Endi gapiradigan gap ko'p, kulgi umrni uzaytiradi. Qayerda yozilgan u? Qayerda yozilgan? Biron tabib aytganmi buni? Biron tadqiqotchi aytganmi? Otaxon jiddiy odam, kulmasdan yuribdilar. Bu kishi esa kuladilar. Nima u? Hadis bor, oyat bor, nas bor. Hadis va oyatda aytayaptiki, xoxolab ko'p kulma deyapti. Tamom. Mana shunga diqqat, e'tiborli bo'lishligimiz, o'zimizni ham, farzandlarimizni ham inshaalloh mana shunga o'rgatmoqimiz darkor. Sahoba-i kiromlar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan iymonlarini mustahkamlaydigan, dunyo va oxiratlarini obod qiladigan narsalar to'g'risida juda ko'p so'rar edilar. Baqara surasining 214-oyatida Alloh taolo sahobalarga, bizni sizga mujda berdi. Ala inna nasrallohi qarib. Ilohiy zafar, ilohiy g'alaba yaqin. Ey mo'min musulmonlar, ilohiy g'alaba sizlarga yaqin deb Alloh taolo mujda berdi. Albatta musulmonga ilohiy g'alaba yaqin. Musulmonni inshaalloh iymoni bo'lsa, e'tiqodi bo'lsa, zikri bo'lsa, harom molida bo'lmasa, farz va aynlarni qilayotgan bo'lsa, shu musulmonning g'alabasi, xotirjam qalbi bo'lsa, shu musulmonning g'alabasi. Sahoba-i kiromlar go'yoki Payg'ambar alayhissalomdan so'radilarki, "Ya Rasululloh, bu g'alabaga biz ham hissamizni qo'shaylik. Ilohiy g'alabaga biz ham ko'mak beraylik." Alloh taolo
payg'ambar alayhissalotu vassalomga va Rasululloh orqali biz sizga quyidagi oyatni nozil qildi. Yaqin g'alabaga sizlar ko'makchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizga yordam bering, jamiyatga yordam bering. Yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa ma taf'alu min khayrin fa innalloha bihi alim. Baqara surasi 215-oyat. Sizdan ey Rasululloh nimani xayr ihson qilaylik deb so'raydilar. Nima bo'lsa ham ota-onangiz, qarindosh urug', yetim, miskin gado va musofir yo'lovchilarga qiling. Barcha xayr ihsoningizni Alloh mukofotlaydi deb ayt. Amr ibn Jamuh degan sahoba payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelib so'radi. Ya Rasululloh, kam tunfiq? Ala man tunfiq? Boshqa bir rivoyatda kam anfiq va ala man anfiq? Ya Rasululloh, qancha sadaqa qilasiz va kimga sadaqa qilasiz? Boshqa bir rivoyatda ya Rasululloh, qancha sadaqa qilay va kimga beray? Ikki narsa to'g'risida so'rayapti. Birinchisi miqdor, ikkinchisi shaxs. Alloh taolo bu yerda oyat nozil qildi. Yas'alunaka madha yunfiqun? Qancha beraylik, kimga beraylik deb sizdan so'rashadi ey Rasululloh. Alloh taolo javob beryapti. Nima sadaqa qilib bilsangiz, kimga bera olsangiz beravering deydi Alloh. Yaxshilik qila olsangiz qilavering. Ota-onangiz bo'ladimi? Qavm xeshingiz bo'ladimi? Yetim yesirlar bo'ladimi? Miskin bechoralar bo'ladimi? Yo'lda qolib ketgan musofir bo'ladimi? Farqi yo'q. Nimaiki bersangiz, qanchaiki bersangiz, Alloh taolo o'shanga yarasha sizni mukofotlaydi. Va man ya'mal misqala zarratin khayran yarah va man ya'mal misqala zarratin sharran yarah. Olimlar aytadilarki, bu zakotdan tashqari. Musulmon endi faqat zakot bilan chegaralanmaydi-ku. Zakotdan tashqari narsalar beradi. Zakot bu 40 dan 1, 2,5% musulmon yillik buni beradi. Zakotdan tashqari yana nimalar qilaylik ya Rasululloh? Bu yoqqa bizga 97% qolib ketyapti. Alloh taolo endi yaqindan boshlayapti. Ota-onangizga bering. Ota-onangizga yaxshilik qiling. Ota-onangizga yaxshilik turlarini qilavering. Faqat o'ylang, otamga, onamga qanday yaxshilik qila olaman? Onam kadi yeydilar. Kadi keltirib bering. Onam go'sht yeydilar, go'sht etib bering. Onangiz bir rangni yaxshi ko'radi, o'sha rangli libos etib bering. Bu uchun farzand hamisha o'ylashligi, sezgir va dono bo'lishligi, Allohdan tavfiq so'rashligi kerak. Yo Alloh, ota-onamni roziliklariga meni erishtirgin. Bu Allohdan, Parvardigori olamdan. Likulli maqomin maqol. Har bir joyning o'zining gapi, har bir dasturxonning o'zini taomi bor. Ota-onangizga yaxshilik qiling. Val aqrabin, qavm xeshingizga yaqinlik qiling, yaxshilik qiling. Qaysi qavm qarindoshingiz nimaga ehtiyoji bor? O'shani o'ylang, toping, o'shanga, o'sha bobatdan yaxshilik qiling. Ana endi undan keyin jamiyatdagi iqtisodda, ma'naviyatda qiynalgan odamlarni o'ylab toping. Yetim qiynalgan bo'lishi mumkin. Chunki alhamdulillah ota-onasi bor farzandlarga ko'makchisi bor, otasi bor, onasi bor, yaqini bor. Ammo yetim al-yutim yakkalanib qolgan. Otasi yo'q, g'amxo'ri yo'q. Onasi bechora bir joyga ishlaydi. 1 million, 2 million oylik oladimi, yo'qmi? Ro'zg'or ehtiyojlari katta. Yordam bering. Miskinga yordam bering. Kambag'alga yordam bering, iqtisodiy qiynalganga yordam bering. Alloh taolo oxiriga hammasini xulosa qilib aytayaptiki, bilib qo'ying. Va ma tunfiqu min khayr fa innalloha bihi alim. Nimaiki bersangiz Alloh mukofotlaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedilar? Ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Xurmo, yarimta xurmoni berib bo'lsa ham o'zingizga savob oling dedilar. Endi har bir odam ehtiyojmand odamning nimaga ehtiyojmandligini biladi. Alloh taolo Qur'onda buni muhrladi. Nimaiki qilsak, kim bug'doy eksa bug'doy o'radi, arpa eksa arpa o'radi. Alloh taolo bu oyati karimada bizlarga mana shunday marhamat qilib aytayapti.
bu oyati karimada bir nozik joyni Abu Hafs an-Nasafiy aytib o'tadilar. Alloh taolo molni xayr, yaxshilik deyapti. Va ma tunfiqu min xayrin, yaxshiligingizni Alloh biladi, mukofotlaydi deyapti. Molni yaxshilik deyapti. Halol mol albatta yaxshilik. Halol mol albatta yaxshilik kaliti. Halol mol bashariyatni o'ziga ham, jamiyatga ham ajr keltiradigan, qiyomatga jannatiy qiladigan vosita. Halol mol bilan masjid qurilgan ekanki, soyasida o'tiribmiz. Halol mol bilan ana shu ovoz kuchaytirgichlar, gilamlar va hokazolar, birov moldor odam shuni bergan ekanki, yumshoq gilam ustiga o'tiribmiz. Alhamdulillah, sovutgichlar bilan o'tiribmiz. Bular hammasi halol molni samarasi, molning barakoti, mol haloldan bo'lsa, egasiga ham, boshqalarga ham rahmat keltiradi, qiyomatda ajr va azimlar keltiradi. Oyatning davomida Alloh taolo bashariyatga kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum va asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrul lakum vallohu ya'lam va antum la ta'lamun. 216-oyat Baqara surasi. Og'ir, yoqimsiz bo'lsa-da, sizlarga jangu jadal farz qilindi. Aslida yoqtirmaydigan narsangiz o'zingizga xayrli. Yaxshi ko'rgan narsangiz aksincha zararli bo'lishi mumkin. Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar deydi Alloh. Sizlarni yaratgan zot sizlarni biladi. Sizlar bilmaysizlar. Sahoba-i kiromlarga Alloh taolo bu oyat bilan murojaat qildiki, sizlarga jangu jadal, vatan himoyasi, dini diyonat himoyasi farz qilindi. Jonni fido qilib bo'lsa ham, molni fido qilib bo'lsa ham islom o'lkasini saqlang, dini diyonatni muhofaza qiling. Bu ba'zilarga yoqimsizdir. Chunki mol ketadi, jon ketadi, mashaqqat bo'ladi. Sahobalar buni inkor qilganlari yo'q. Omanno va sallamno dedilar. Lekin safarlarga chiqish, bunga tayyorgarlik ko'rishlik mashaqqat bo'lgani uchun sahoba-i kiromlar ba'zilari bunga mashaqqat sifatida qaradilar. Alloh taolo o'zi nuqta qo'ydi. Vallohu ya'lam va antum la ta'lamun. Sizlarni fikrlaringiz, sizlarni xulosalaringiz, sizlarni o'ylovlaringiz bu yaxshilik va yomonlik mezon va me'yori emas. Ba'zida bir narsani yaxshi ko'rasiz. Unga erishishlik uchun tunu kun jon fido bo'lib yugurasiz. Oxirida u siz uchun yomonlik bo'lib chiqadi. Ba'zi narsalar borki, sizlarga yoqmaydi, undan qochasiz. Sizlarga u baxt va iqbol keltiradi. Bilib qo'ying. Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun banda o'laroq Allohni aytganini qiling. Alloh qaytargandan qayting. Ana shunda ayni saodatmand bo'lasiz deb yaratgan Parvardigor marhamat qiladi. Bugun farzandimizga odobli bo'l deymiz. Qur'on o'qi deymiz. Ibodat qil deymiz. Matematikani o'qi deymiz. Til o'rgan deymiz. Bu farzandimizga yoqmaydi. Ba'zida onasiga ham yoqmaydi. Ba'zida ba'zilarga ham yoqmaydi. Lekin bu dunyo oxiratini obod qiladi. Biz ham hammamiz yoshligimizda bolalar maza qilib o'ynagan, koptok o'ynagan, velosiped yugurtirgan va hokazo. Biz o'qiganmiz. Yoqmagan albatta. Otamizni buyruqlari, Alloh rahmat qilsin, bobomizni bizni Qur'on o'qitishlari ba'zida bizga yoqmagan. Yoqmagan. Lekin yoqimsiz bo'lsa-da ixtiyoriy majburiy sabr qilganmiz. Alhamdulillah. Fahfaz fa kullu hafizun imamu. Har bir yoqimsiz narsaga sabr qilgan odamning nafaqat oxirati, shu dunyosi ham obod bo'ladi. Shu dunyoda ham saodatmand bo'ladi. Azizlar, hayotning tashvishlari bisyor. Hayotning oldi berdilarining oxiri yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar deysizmi, noijtimoiy tarmoqlar deysizmi, hujumi bisyor. Tunda kelib, xuftandan keyin supada joy namozni tashlab, tahoratni olib, 2 rakat namoz o'qib, 5 varaq Qur'on o'qiganga nima yetsin? Supaga shunday joy namozni tashlaysiz, oldimizga choyni qo'yamiz,
bir o'zimiz bilan Xudo, Alloh bilan o'zimiz, Xoliq olamiz. Tunda hamma chiroqlar o'chirilgan. 4 varaq Qur'on o'qiysiz. Nima bo'lsa bo'lsin deysiz. Bir gap bo'lardi deysiz. Allohu akbar. Unday baxt va iqbolni Qur'on o'quvchilari biladi. Unday baxt va iqbolni joy namoz degan shohsuvor ustiga chiqqanlar biladi. Shuning uchun Ibrohim Adham shohlikdan voz kechib xirqai saodatni lozim tutgan nima dedilar? Agar hozir mendagi saodatni shohlar bilganda edi, urib bo'lsa ham qo'limdan olardi. Alhamdulillah. Alloh aytganini qilsak, xalqullohga manfaatimiz yetsa, saodatmand bo'lamiz. Biz iymon keltirganmiz. Omanno va saddaqno va sallamno. Vallohu ya'lam va antum la ta'lamun. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh taolo o'zining ilmi bilan barchalarimizni olim qilsin. Alloh taolo o'zining quvvatidan bizlarga nasib aylasin. Aql va idrok, fahmu farosatda sobit qadam qilsin. Alloh taolo qiyomatgacha keladigan farzandlarimizni iloho mullo qilsin, domlo qilsin, Qur'onxon qilsin, ibodatli qilsin, saodatli qilsin. Alloh oxiratini bersin, dunyosini ham bersin, badavlat qilsin. Oxiratini g'amida bo'lsa, dunyoni Alloh taolo uning oyog'ini ostiga tashab qo'yadi. Alloh taolo yaxshilar bilan hamroh qilib, yamonlardan yiroq qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.